Assalomu alaykum. Forum News dasturining bugungi sonida O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumi yig'ilishidan reportaj. Yosh tadbirkorlar maktabi viloyat saralash bosqichlari davom etmoqda. Toshtaroshlik san'ati kecha va bugun. Kelajak ovozi tanlovining Buxoro viloyat bosqichi tafsilotlari. Sayyohlik sohasi uchun bilim va malakalar mavzusidagi davra suhbati. Yoshlar multimedia majmuasidagi onlayn trening markazida O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumi Respublika jamoatchilik kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hududlardagi axborot markazlari vakillari ishtirokida jonli muloqot ko'rinishida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Poytaxtimizdagi Yoshlar multimedia telekompleksida O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. 438 ta tadbirkorga 11 milliard 50 million so'm miqdoridagi kreditlar olishga erishildi. May-iyun oylarida amalga oshirilgan ishlar hisobotiga bag'ishlangan yig'ilishda viloyatlar jamoatchilik kengashlarining a'zolari va O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumi axborot markazlarining xodimlari tomonidan o'rganib chiqilgan arizalar, berilgan maslahatlar kabi ko'plab ijtimoiy ko'maklar haqida so'z bordi. Umuman pillachilik sohasidagi faoliyat ko'rsatayotgan respublika bo'yicha hunarmandlar, pillakorlar, fermer xo'jaliklari va ipakchilik korxonalariga avgust oyida Kumush tola yurt kelajagi deb nomlangan konkurs o'tkazmoqchimiz. 4 ta nominatsiya bo'yicha Onlayn tarzda o'tkazilgan yig'ilish davomida yurtimizdagi har bir hudud vakillari bilan bevosita to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoni bo'ldi. Spartakiadalar o'tkazish va ular musobaqalarda g'olib bo'lgan yoshlarga tadbirkorlar qonuniy tashkilotlar tomonidan esdalik sovg'alarini tashkil qilish masalasi. Yaxshi tomondagi ko'rsatishlar birgalikda juda ko'p joylarda kamchiliklarimiz ham bor. Axborot markazlari, jamoatchilik kengashlarining a'zolarining doimiy ravishda mana shu kengash yig'ilishlariga mana shu holatlar bo'yicha ham tanqidiy viloyatlar bo'yicha ko'rsatmalar berildi Respublika jamoatchilik kengashi tomonidan. Hisobot davrida axborot markazlariga jami 7000 ga yaqin arizalar kelib tushgani O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar forumining aholimiz o'rtasida tobora ommaviylashib borayotganidan dalolatdir. Aytish kerakki, fuqarolar ushbu murojaatlarda muhim va dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilishga va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, uni yanada samarali bo'lishga erishishga qaratilgan masalalarni, taklif, tashabbuslarni va g'oyalarni bayon etganlar. Oila biznes vakillari, kollej bitiruvchilari bilan o'quv seminarlari o'tkazildi. Yig'ilish so'ngida yoshlar tarbiyasiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy filmni yaratish borasida muhokama olib borildi. Bu filmda hozir biz o'ylayapmiz, kimlar qatnashishi kerak, kimlar bu haqida, madaniyatimiz haqida o'z fikrlarini aytish kerak. Maqsadimiz shu filmni shoshilmasdan bir qandaydir film paydo bo'lganida mana bugun o'zbek xalqimizga, zamondoshlarimizga va ayniqsa yoshlarimizga o'ziga yarasha bir o'rnak taraflar juda ham ko'p bo'ladigan, fikrlar bo'ladigan filmni yaratish. Men O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar forumi kengashi mana shu filmga yaratilishida o'zini avvalambor hissasizligini qo'shishyapti va shu bilan birgalikda uni yaratilishida bosh bo'layotganidan juda ham xursandman. Hisobotda ta'kidlanganidek, ayni vaqtda hududiy ekspertlik guruhlarida ijtimoiy ahamiyatga ega 500 ga yaqin biznes va 300 ga yaqin ijtimoiy so'rovnoma arizalar o'rganilmoqda. Poytaxtimizdagi xalqaro biznes markazida sayyohlik sohasi uchun bilim va malakalar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Britaniya kengashi, Kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi va bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Anjumanning asosiy maqsadlari turizm sohasini tadqiqot qilish va ushbu sohada ta'lim olib borishning xalqaro tajribasini o'rganish. Loyihaning maqsad, vazifa, kutilayotgan natija va asosiy yo'nalishlarni belgilash, ingliz tili va mutaxassislik fanlarini o'qitish tizimini muvofiqlashtirish hamda 2013-yilning iyunidan 2014-yil mart oylariga qadar loyihani amalga tatbiq etilishi rejasini tasdiqlashdan iboratdir. Loyihaning bosh maqsadi o'rta maxsus o'quv muassasalarida, xususan kasb-hunar kolleji bitiruvchilari orasida sayyohlik sohasida faoliyat olib boruvchi bo'lajak mutaxassislar uchun ingliz tili savodxonligini oshirishdan iboratdir. Masalan, Britaniya kengashining bu boradagi tajribasini o'rganish ayni muddao. Mazkur dastur hududlar bilan ishlashda katta ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. So the first thing we did
Davra suhbati davomida ishtirokchilar boshqa, xususan Ukraina va Buyuk Britaniya davlatlarining sayyohlik bozori tadqiqoti natijalari bilan tanishdilar. Shu bilan birgalikda ish beruvchi vazirliklar hamda kollejlar o'rtasida bozor talablariga javob bera oladigan malakali bitiruvchilarni tayyorlash uchun muqobil dastur ishlab chiqish borasida yaqindan hamkorlik qilish g'oyalarini muhokama etdilar. O'zbekistonda yirik sayyohlik potensiali mavjud. Bu esa soha yanada yuqoriroq ko'rinishda rivojlanishi kerak deganidir. Bu borada kerakli mutaxassislar, xususan ingliz tilida ravon so'zlay oluvchi kadrlarga ehtiyoj bor. Negaki til sayyohlik sohasida ko'p narsani hal qiluvchi, katta yo'llarni ochuvchi vositadir. Bugun biz muhokamaga qo'yilgan dasturda ana shu masalalarni atroflicha ko'rib chiqishga harakat qildik. O'zbekistondagi Britaniya kengashining loyihalari ta'lim sohasidagi milliy islohotlarni qo'llab-quvvatlashga, talaba, o'qituvchi, ish beruvchi va tadbirkorlarning ingliz tilini o'rganish ko'nikmalarini takomillashtirish va yuqori ravishda rivojlantirish uchun imkoniyat yaratishga qaratilgan. Buxoro viloyati kelajak ovozi tanlovining hududiy saralash bosqichlariga oxirgi bekat vazifasini o'tadi. Xo'sh, 4 nominatsiya bo'yicha respublika bosqichiga kimlar yo'llanmani qo'lga kiritishdi? Bu haqda muxbirimiz Dilsora O'rinova hikoya qiladi. Chanqozimni chalayin, madhin kuyiga solayin. Bugun yurakda jo'sh urib, o'zbegimni kuylayin. Iqtidorli yoshlar parvoziga mustahkam qanot bo'lgan kelajak ovozi ko'rik tanlovi mana 9 yildirki chinakam iste'dod egalarini kashf etib kelmoqda. Shu davrga qadar 472 ming nafar yoshlarni jalb qilgan tanlovga mazkur yilda Buxoro viloyatidan 8565 nafar yigit va qizlar ishtirok etish istagini bildirishdi. Qayqishlarla men suhbat quray. Gar sog'insam seni naqlay. Har bir yo'nalishda shahar va tumanlardan saralangan 637 nafar iqtidorli yoshlar viloyat bosqichida bor iste'dodlarini sinovdan o'tkazishdi. Ana shunday yoshlardan biri Fond Forumning festival va ko'rgazmalarda ishtirok etib kelayotgan sayyoradir. Kelajak ovoziga birinchi bor ishtirok etishim juda ham hayajondaman. Bu ko'rik tanlovlarning bo'lishi yanada odamga shu imkoniyatlar va ijod baxsh etadi. Boshqa bir dizaynlarni, ijodlarni ko'rib, ulardan bahramand bo'lganimdan yanada quvonasiz. Tanlov nafaqat g'oliblik uchun kurash, balki do'stlar orttirish, tajriba almashish, bilmaganlarni tengdoshlardan o'rganib, navbatdagi bosqich uchun tayyorgarlik vazifasini ham o'taydi. Shuni ham aytish o'rinliki, loyiha yoshlar bayramiga aylanib ulgurdi. Tanlovning yana bir yo'nalishi ishtirokchilari xalq og'zaki ijodi orqali yetib kelgan dostonlardan, estrada qo'shiqlaridan namunalar keltirdilar. Kelajak ovozda birinchi marta ishtirok etyapman. Bunda xalq og'zaki ijodidan Marvarid qo'shig'ini ijro etdim. Buxoro davlat tibbiyot institutida o'qishimga qaramasdan bu san'atga qiziqishim bo'lakcha. Bir vaqtning o'zida mazkur tanlov turli yo'nalishlarda bo'lib o'tdi. G'oliblar esa respublika bosqichi sari yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Tadbirkor kim? Biznes loyihaning mukammallik sirlari nimada? Qanday holatlarda imtiyozli kredit samarali ishbilarmonlikka yo'l ochadi? Yosh tadbirkorlar oldidagi bu kabi savollarga sohaning tajribali mutaxassislari javob berishdi. Muxbirimiz lavhasi Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan Yosh tadbirkorlar maktabi hududiy saralash bosqichi haqida. Tadbirkor bo'lish uchun yoshning ahamiyati yo'q. Demak, qaratilgan e'tiborlar natijasida hali yosh bo'lishiga qaramay, o'z biznes loyihalari ustida ish olib borayotgan yigit-qizlar bir qancha. Xususan, kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi tomonidan o'tkazilayotgan Yosh tadbirkorlar maktabida shu sohaga qiziqqan va o'z biznes turini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlarga yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikma hosil qilish maqsadida o'quv seminarlari tashkil etilgan. Qashqadaryo viloyatida yosh tadbirkorlar forumi tashkil qilindi. Bu forumda oldingi bizning maktabimizda o'qib kelgan bitiruvchilar o'z g'oyalarini biznes rejaga aylantirgan holatda hokimiyat vakillari hamda Markaziy bank vakillari, mikrokredit bank vakillari, Savdo-sanoat palatasi xodimlariga taqdim etdi. Bu g'oyalarini ko'rib chiqilindi va har xil takliflar, savollar, mulohazalar bo'lib o'tdi. Kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi tomonidan amalga oshirilayotgan Yosh tadbirkorlar maktabi 2009-yildan buyon respublikamiz bo'ylab o'tkazib kelinadi. O'zining tuzgan loyihasi bo'yicha o'tgan yili respublika bosqichidan faxrli birinchi o'rinni olgan Bozorov Shohruh aholiga sifatli non ishlab chiqarish
hamda sotuvga qo'ygan mahsulotidan 50% qaytgan taqdirda ham hech qanday zararsiz qayta ishlab chiqib, nonning boshqacha turini yo'lga qo'yish imkoniyatiga egaligi uchun ham bankdan imtiyozli kredit olib ishlashga muvaffaq bo'ldi. Meni loyiham shundan iboratki, shahrimizda non mahsulotlarini yetkazib berish va sifatli non mahsulotlar bilan ta'minlash. Bu orqali shu shahrimizning aholisiga sifatli xizmat ko'rsatish va o'zimning bilimimni, shu biznesdan olgan ko'nikmalarimni, shu maktabdan olgan ko'nikmalarimni hayotga tatbiq etib, yanada rivojlantirish. Loyiha targ'ib etgan yoshlar orasidan o'zining milliyligimizga qaratilgan ish rejasi bo'yicha Adham Tohirov shu kunni o'zida shahar, viloyat bosqichlaridan respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Milliy liboslar va milliy taomlar loyiham bilan qatnashdim. Bu loyihada milliy do'kon qilib, u yerda turistlarimiz uchun har xil turdagi milliy buyumlarimizni sotish va shu haqida o'zimning yangi loyihalarim bilan qatnashdim. G'olib chiqdim bundan. Endi kelajakdagi natijalarim endi respublika bosqichlariga ham chiqib, o'zim faxrli o'rinlar bilan qaytmoqchiman. O'zining mukammal tuzgan rejasi bo'yicha respublika bosqichidan o'tib, imtiyozli kredit olish huquqiga ega bo'lgan Shohruh Bozorov, Sanjar Rahmatovlar singari iqtidorli yoshlar aholiga beminnat maishiy xizmat ko'rsatish turini yo'lga qo'yishni eng oldi maqsadlar ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutining bitiruvchilari o'zlarining bitiruv malakaviy ishlarini mutaxassislar va ustozlar oldida taqdim qilishdi. Yosh dizaynerlarning eng sara ishlari Artwork Style Us 2013 san'at haftaligi podiumlarda namoyish qilinishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi Toshkent fotosuratlar uyida bugun Kamoliddin Behzod nomli Milliy rassomchilik va dizayn institutining so'nggi bosqich talabalari o'zlarining bitiruv malakaviy ishlarini yoqlashmoqda. Keling bu jarayonni birga kuzatamiz. Kuz faslining eng yorqin va yirik loyihalaridan biri Artwork Style Us 2013 san'at haftaligi yurtimizdagi dizaynerlarni o'zgacha uslubdagi liboslar yaratishga undaydi va ular bunga allaqachon astoydil taraddud boshladilar. Style Us san'at haftaligi Fond Forum tomonidan 2006-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Ushbu haftalikdan milliy liboslar festivali, xorij modellari defilesi hamda dunyoning mashhur brendlari tomonidan liboslar taqdimoti hamda mahorat darslari o'rin olgan. Bularning barchasi yurtimizdagi Malika Shamsiddinova singari yosh dizaynerlar uchun katta imkoniyatdir. Bugungi kolleksiyam har galgi kolleksiyamdan farqli o'raroq klassika yo'nalishda ishladim. Negaki bu klassika yo'nalish menga juda ham yoqadi. Aynan jiddiyligi, ko'rinishi, bichimi, ranglari meni shu yili aynan shu yo'nalish bo'yicha qandaydir ijod qilishimga manba bo'ldi. Malika Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutining so'nggi bosqich talabasi. U o'z bitiruv malakaviy ishi uchun klassik uslubdagi liboslarni tanladi va kuz-bahor mavsumiga mo'ljallangan kolleksiyasini yaratdi. Mana bu kostyum asosan angliskiy stilga yaqin, katak mato va hamda shu bilan hamohanglikda gipyur birga ishlatilgan va bichimi geometrik shaklga ega va albatta rang gammasi ham bir-biriga hamohang. Qahramonimiz 20 ga yaqin talabalar qatori 4 yil davomida ustozlaridan olgan bilimlarini malakali mutaxassislar sinovidan o'tkazdi. Klassika so'zi asosan inglizcha so'zdan olingan bo'lib, namuna degan ma'noni anglatadi. Mutaxassislar bitiruvchilarning libos to'plamlarini kuzatib, ulardagi o'ziga xoslik va yangilikka intilishni alohida baholab bordilar va kelajakda moda olamida o'z o'rniga ega dizayner bo'lishlari uchun ishonch bildirdilar. Xabarlarimiz hozircha shular. Sizlar bilan o'tgan daqiqalarda boshlovchi Nilufar Sotibaldiyeva bo'ldi. Yana Forum News dasturida ko'rishguncha